Aka bo'ladimi? Voy, erimmi? Qovurg'ali joydan yana bering, qovurg'ancha yaxshi ko'radi-da. Didlari nozikdek, chatoqsiz. Voy, men qovurg'ani yoqtirmayman-ku. Nahotki xiyonat qilayotgan bo'lsa? Aka, eng chiroyli ayolga mevalarni eng chiroylilaridan bering. Hali mendan chiroyli bo'lib qoldimi? O'zi hamma erkaklar bir go'r. Opa, eng yaxshi ko'rgan insonimning yaqinda tug'ilgan kuni edi. Eng qimmatdan bering. Meni tug'ilgan kunimga hali ancha bor. Bu aniq bittasini topib olgan. Toshkent kimyo xalqaro universitetida qabul boshlandi. Bizda 38 ta bakalavriat yo'nalishi, birinchi kursdan grant imkoniyatlari hamda muhandislik yo'nalishlari 3 yilga qisqartirilgan. Sizlarda kechki ta'lim ham bor deb eshitdim. Ha, bizda kechki ta'lim, magistratura, doktoratura ham bor. Juda yaxshi. Men mana shu familiyadagi talabangizni kontraktlarini oldindan to'lab qo'ymoqchi edim. Iloji bormi? Voy, muttaham-ey. Qaysidir bitta oyimchiga elashib qolgan yetmaganda, yana uni kontraktlarini ham to'lab berarmish. Uyatsiz nomard dalada ko'rishib yurarkanda. Voy, aka. Yaxshimisan, singlim? Ovora bo'psiz-da, aka. Hozir choy damlab kelaman. Shoshma, hozir yangang ham kirsin. O'tirib turinglar, hozir oshga urinaman. Narsalarni singlingizga olganingizda bildim. Lekin to'g'ri yo'l turib nimaga daladan keldingiz? Eshitmaganmisan? Singlisini ko'rgani kelayotgan akaga bug'doyzorni kesib o'tishga ham ruxsat bor. Kecha tunda tushimga onam kirdi. Juda ham ko'rgim keldi. Singlimni ko'rsam, onamni ko'rganday bo'laman. Shunga aylanib o'tishga ham sabrim yetmay dalani kesib chiqdim. Aka, shunchalik onamga o'xshaymanmi? Bo'lmasam-chi, onamdan topgan mehrni sendan topaman. Singlimni ko'rsam, onamni ko'rganday bo'laman deydiganlar bitta like bosib qo'yamiz. Assalomu alaykum, onaginam, yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan, bolam? Bolalaring yaxshimi? Yaxshi, ona, yurishibdi. Siz uyga kiravering, biz akam bilan hozir kiramiz. Oho, yana yangi mashinami? Senda ham pul ko'payib ketdi, aka. Endi kurkda o'qqa o'xshab uyda o'tirmasdan kecha-yu kunduz ishlaganimizdan keyin olamizda. Xullas, bizneslarim bilan chetga uchadigan bo'lib qoldim. Keliningizni ham uyga tashladim. Onamizga ham 1-2 oy qarab turarsiz. Malol kelmasa. Bu nima deganing? Lekin sen yaxshi pul topasan. Men ishlarim anchadan beri yurishmayapti. Sen qilib bergan sharoitni qilib bera olmasam-chi? Aka, bahona qilmang, 2 oydan keyin olib ketaman. Bo'pti. Kelin bundan keyin kirlarni mana shu bayvida yuving. Oq kiyimlarni oqartiradi, allergiya ham bermaydi. Navaralarim ham kiyimlarini bemalol shunda yuvsiz bo'ladi. Men ishga ketyapman, bitta yaxshilab duo qiling. Meni ham ishlarim yurishib ketsin. Tanajoning sog', rizqing mo'l bo'lsin bolam. Yaxshi borib kelgin. Obid, yaxshimisan? 2 kundan beri seni qidiraman. 1 yil oldin qarz oldim. Sal cho'zilib qoldi. Qo'limga pul tushishi bilan olib keldim. Rahmat. Avval men pulni ketdan quvib yurardim. Endi pul meni ketimdan quvib yuribdi. Xullas aka, mana shu uchastkani buzib 2 qavatli qilib ko'tarishimiz kerak. Bo'ldi, Obijon. Ha, aka, nimaga harakat? Ukam, yaxshi keldingmi? Mashinang qani? Ishlar birdan orqaga ketdi. Qarzga kirib, mashinani ham sotib oldim. Aytganday, onam olib ketgani keluvdim. Endi senga onamni bermayman. Nimaga? Bitta narsani tushunib qoldim. Ota-onadan kechib, kecha-yu kunduz tinimsiz mehnat qilganing bilan boy bo'lmas ekansan. Haqiqiy boylik ota-onani duosida ekan. Barakani ota-onamni duosidan topganman deydiganlar bitta like bosib qo'yamiz.